Assalomu alaykum botmaga kuzatuvchilari. Qashqadaryo Dehqonobod tumaniga 3 ta premium apparatimizda ustanovkasini tugatib ishga tushirib berdik. Bu makamiz Toshkent Termiz yo'nalishida Ziloqdan yo'l ostiga joylashgan. Apparatimizni qulayliklari bilan tanishtirib o'taman. Bunaqa o'zining maxsus kartasi bo'ladi. Shu kartani mana shu joyga soladigan bo'lsak, avtomatik VIP karta chiqadi. Shu kartani o'zidan bonusli karta yokida mijoz karta qilib ham ishlatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'yka o'zining mijozlari uchun juda ham zo'r yangilik kiritib qo'ygan. Endi pul solmasdan turib, Payme ilovasi orqali to'lov qilib apparatingizni ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Payme'ga kiramiz. Payme ilovasiga kiramiz. Mana shu yerga olibdi. Shuni mana shu joyga tutadigan bo'lsak, avtomatik 5000 so'm yechadi. 5000 so'm emas, misol uchun 6000, 8000, 10000 shunaqa qilish uchun mana bu knopkalar yordamida o'zgartiriladi. Mana bu ko'rinib turgan funksiyalarimizni barchasi ishlaydi. Yana bir qulayliklaridan biri, misol uchun qaysi funksiyani ishlatmoqchi bo'lsa, o'sha funksiyani bossa, klaviatura orqali qanaqa ishlanishini tushuntirib turishadi. Misol uchun vada yoki suv funksiyasi. Ushbu funksiya 1 yillik vosk yoki voq himoya funksiyasi. Ushbu funksiya avtomobilingiz toza holatga kelgach kosmos yoki sterillangan suv funksiyasi. Ushbu funksiya qo'llanilgandan keyin mashinangizni archishingizga ehtiyoj. Moykaga mashina yuvayotganingizda pinani sepib bo'lib, suvni sepayotgan paytingizda orada 2-3 sekund pina qo'shib yuboradi. Xuddi shunaqa holat bo'lmasligi uchun biz har bitta boksga ikkitadan motor o'rnatib berganmiz. Bittasi vada uchun ishlaydi, ikkinchisi pina aktivli nano funksiyalari uchun ishlaydi. Kimga shunaqa sifatli va zamonaviy apparatlarimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta botmaga murojaat qilasiz.